Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun biz ko'pchilik yaxshi tanish bo'lgan bir mavzu Xitoyda Shinjon Uyg'ur avtonom viloyatida ozchilik etnik guruhlariga nisbatan hukumat olib borayotgan siyosat va bu ta'ziqlar haqida jahonni xabardor qilib kelayotgan faollar, bu faollarning hatto xorijda ham ta'ziqlarga uchrayotgani haqida suhbatlashmoqchimiz. Bugungi suhbatdoshimiz asli Shinjonlik, Shinjonda tug'ilib o'sgan etnik qozoq va ayni paytda Qozog'istonga ko'chib kelgan, Qozog'iston fuqaroligini olgan va Qozog'istondan turib Shinjondagi Uyg'urlar, Qozoq, Qirg'iz va boshqa ozchilik etnik guruhlarining haq-huquqlarini himoya qilib kelayotgan faol Serikjon Bilash. Dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni asosan Qozog'istondan turib shu Shinjondagi Uyg'urlar va boshqa etnik guruhlar va millatdoshlaringizning haq-huquqlarini himoya qilgan faol sifatida taniymiz va bu maqsadda Qozog'istonda nodavlat tashkilot ham tuzgansiz. Lekin bu ishlaringiz Qozog'iston hukumatiga yoqmadi. Albatta bu haqda batafsilroq suhbat davomida to'xtalamiz. Avvalo Xitoydan qanday va qachon chiqib ketgansiz, shu haqda gapirib bersangiz. Men 2010-yili oila tavobatim bilan atam apam bilan oila tavobatim bilan Xitoydan ko'chib Qozog'istonga kelgan. Shuningdan buyon shu vaqtcha 21 yil Qozog'istonda Almuta shahrida yashab keldik. Ya'ni u paytda siz Xitoyda biror bir ta'ziqqa uchramagansiz. O'z ixtiyoringiz bilan ish va boshqa sabablar bilan Qozog'istonga ko'chgansiz, shunaqami? Xitoyda u hamda uçaqda hozirgi chaq bilan silishtirgan chaqda uçaqda hamda tadrici absolyutno emas, tadrici silishtirmal holda yaxshiroqdi. Lekin hamda hozirgi avval bilan so'zlagan hozir hamda butkul Shinjon, butkul shu viloyat usti uchuq turmaga aylanib ketdi. Qozog'istonda Ota yurt ko'ngillilari nomli tashkilot tuzdingiz. Bu tashkilotning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Ya'ni nima maqsadda bu tashkilotni tuzgansiz? Men ham mening do'stlarim biz siyosiyon emasdik, siyosatga qiziqibmi ketmaydik. 2016-yilning oxiridan boshlab mushu Shinjonda erlar tutqun qilingan, xotinlar, ayollar bala chaqisi tutqun qilinib turmaga tashlangan qozoqlar, cho'ng atalar, apalar kelib bizdan yordam so'rashga boshladi. Dastlabki chaqda biz ularga mushu uzuq yemek içmek, ularga tamaklarını elip berdik. Ahırdan ularga qishda yaqadigan kömür alıp berdik. Aşında qilib ularga yardım qilib, ahırda özümüzning mümkünlükimiz yetmegen chaqda do'st birodarlarimizni chaqirdik. Onun degen ularning mümkünlüklerden eshib ketdi. Nimishqa desang, bu ailelerning senib dastlabda 7 bo'ldi, undan 50 bo'ldi, undan 200 bo'ldi, undan 1000 dan eshib ketdi. Shu chaqda biz bu masalani Qozog'istondagi siyosiyonlarga, deputatlarga, ministerlarga chiqdik. Lekin ulardan bizga hech qanday bir yordam bo'lmadi. Ularning tutqun qilingan, turmaga tashlangan oila tavobatlari to'g'riliq ular bir hukumat tarafdan bir eg'iz gap qilishga petnamidi, ular gap qilmadi. Shuningdan keyin biz mushu tashkilotni qurib, mushu Shinjonda tutqun qilingan o'zimizning millatimiz, qozoq millatidan bo'lgan mushu ayollarning, erlarning masalasini matbuotda, axborot ijtimoiy matbuotlarda, Facebook, Twitterda ko'tarishga boshladik. Shuningdan mushu tashkilot ashunda qilib shakllandi. Demak, Shinjonda etnik qozoqlar, millatdoshlaringiz Xitoy hukumati tomonidan ta'ziqlarga uchrayapti va bu haqda siz Qozog'iston jamoatchiligini, Qozog'iston hukumatini xabardor qilishni xohladingiz. Qozog'iston hukumatini ularga yordam berishga chaqirdingiz, shundaymi? Shunday. E'tibor qanday bo'ldi? Qozog'iston hukumatining munosabati qanaqa bo'ldi bu ishlaringizga? Ular bu to'g'riliq eg'iz ichishdan qo'rqdi. Biz xabarlashgan Qozog'istondagi cho'ng siyosiy erboblarning hech qanday bu to'g'riliq bir eg'iz gap qilishdan qo'rqdi ular. Demak, Qozog'iston hukumatini Xitoylar
kontrollikka ilip bolgan. Bütkül Xitay hökümetinden, Xitaylardan hazır Kazak hökümeti Xitay hökümetinin bir vilayetidek bulup kaldı hazırki paytda. Ya'ni Xitoy bilan iqtisodiy tomondan aloqalar juda yaqin bo'lgani uchun Xitoy hukumatining noroziligini qo'zg'ashni istamayapti Qozog'iston hukumati. Shuning uchun sizning faoliyatingizga qarshiliklar boshlandi va bilishimizcha 2019-yilda sizga qarshi jinoiy ish ham ochilgan. Shundaymi? To'g'ri 2 yil o'shanda sizga qarshi qanday ayblovlar qo'yildi? To'g'ri 2 yil bo'libdi. 2019-yilning 10-martida 10 martda meni Almaty shahrida mehmonsaroydan tutib ketdi. Tutgan chaqda meni bir terroristni tutqun qilganda, ashunda qilib meni yatgan mehmonsaroydan tutqun qilib, Qozog'istonning poytaxti Astana shahriga olib ketdi. Uningdan ilgari shu kuni men mehmonsaroyga yotadigan sababi shu kuni bizning ish qilib atgan ishxonamizga, ofisimizga 7-8 chiroylari boshqacha, quloqlariga telefon silib olgan ashunda bir odamlar, tinshag'ish silib olgan odamlar keldi. Ulardan nemishqa keldinglar desek, ular biz arz bergel keldik, bizning tuqqanlarımız Şinjan'da yetib qoldi dedi. Lekin u odamlardan boshqacha odamlar ekanligini biz his qildik. Aqıdan politsiyaga telefon qildik, ular qechib ketdi. Politsiya ularni tutqun qilmadi. Shu kuni bizning tashkilotning odamlari dedi, uyingizga bormay, shu mehmonsaroyda otelde yetib turing dedi. Lekin shu otelde meni tutqun qilib ketdi. Butkul oteldagi hamda bu bir 30-40 qavat turadigan binonun hammasini evakuatsiyalab, boshqa odamlarning hammasini chetga chiqarib bo'lgan. Shu otelde hamda ashunchalik cho'ng otelde mendan boshqa odam qamgan, meni tutqun qilganda, ashunda qilib bir cho'ng bir dunyoviy terroristni tutqun qilganda tutqun qildi. Buning sababi 2019-yilning fevral oyining 13-kuni meningga qaratib ular administrativ ish qo'zg'adi. Hakimchilik, ma'muriy ish qo'zg'adi. U chaqda bu tizimlatmagan qanunsuz tashkilotda xizmat qilding dedi. Men dedim, sizlar bizni tizimlatishga necha qitim biz qog'oz berdik, sizlar bizni tizimlatmadinglar. Endi kelib bizni qanunsuz deysizlar. Biz piyodalarimiz, Qozog'cha aytganda ixtiyoriylarimiz bir yerga suv ketdi, bir yerga o't ketdi, o't apti bo'ldi. U chaqda tizimlatib yuramdik. Biz ashunda hozir Xitoyda inson haqlarini taplayotdi. İnsanlarning millionlab tutqun qilyotdi. U yerda 2 milliondan ortiq Uyg'urlar, 500 mingdan 700 mingdan ortiq qozoqlar, 50 mingdan ortiq qirg'izlarni tutqun qilyotdi. Hamda mushundaq paytda sizlar bizning ishimizni to'solg'i qilib bizni tutqun qilamsizlar dedik. 13 fevralda Almaty ma'muriy soti, Almaty administrativ court meni 100 aylık isabat boyunca bana $700 cerimane qo'ydi. Onundan keyin 5 martda ular bana bunu men arz qilib edim. 5 martda ular yanıla mushu o'zining avvalgi ijarasini saqlab qoldi. Onundan 5 gün keyin 10 martda meni tutqun qilib olib ketdi. Onundan keyin men mushu Qozog'istonning qonuni bo'yicha 10 na chiqdim. Astana shahrida sot bo'ldi. O sotning hammasidan men 2 narsani talab qildim. Birinchisi meni uy qamoqqa, nazarband, uydagi nazarbandga tashladi. Men dedim, mening 20 yildan buyon turadigan shaharim Almaty, nimishqa meni Almatydagi o'z uyimda tutmaysizlar? Men Astana shahrida mening uyim yo'q. Nimishqa sizlar meni Astana shahrida tutusizlar? Meni Almatyga almashtiringlar. Ular buning hammasini anglamadi. Ular sen Astana shahrida turman deb o'zing arz yozding deb meni Astana shahrida nazarband qilib turdi. 29-iyul kuni ular qaytadan sot içip meni Almaty shahriga almashtirdi. 2019-yili avgustning 15-kuni meni qurolli holda Almaty shahriga kelib keldi. Shu chaqda butkul aeroportni taqadi. Ular aeroportda minglig'icha odamlar meni kutib saqlab turdi. Men turadigan Almaty shahridagi Oqqent mikrorayoniga minglarcha odamlar keldi. Ular onundan qo'rqib meni yoshirin holda uyimga olib kirdi. 16-avgust kuni 2019-yili tungi soat 11larda sot bo'ldi. Qozog'istonning shu chaqda ikkinchi navbatlik prezidenti Qasım-Jomart To'qayevning yuqori darajalik kengashchisi, advisor, maslahatchisi shu menga kelib
u hamda 7 qitim yüzleşdi men bilen görüşdü. Astana şäherinde 5 qitim, Almatada 2 qitim. Şunun bilen prezidentning salamını maňa yetkizdi. Men dedim, men texi muşu sotluşyman, men ahirgiçe özümning günahsız, begunah ekenligimni ispatlayman dedim. Ular onu tınşamadı. Senin de başka çara yok, senin de başka tallaş yok. 2019 yılının sentabr ayda Prezident Tokayev Xitayga ziyaret kıldı. Xitayning prezidenti Xi Jinping bilen görüşüdü. Şu çağda seni sotlagan kagaz, senin mahkemeden çıkan seni sotladık degen kagaz, Kazakistan prezidenti Tokayevni Xitay prezidentiga berdigan takdirnamesi soğuttu buludu dedi. Gifet. Sen takatla sotlunursan dedi. Şunlaşka ular menden 2 xil sorudu. Ne sotlanıp türmede oturursan, kapasite oturursan, yoki sen biz bilen kelişim imza kılıp 7 yıl siyasi guruhlarını başkarmayman dep 7 yılga sotlansan, lekin jazаңны sırtda, türmenin sırtida öteysen dedi. Men ikincisini tanlashga mecbur boldum. Demek sizni sudlash, sizga qarshi mana shunday ayblovlarni qo'yish buyurtmasi to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan kelgan deb o'ylaysizmi? Bu yerde meni sotlash, meni to'xtatish Xitoyning besimi, Xitoydan kelgan buyruq. İkincisi meni 7 yıl siyasi guruhlarını başqurishdan to'xtatish, ol endi Qozog'iston hukumatining mendan qo'rqqanligi. Nimishqa desang, men bu Qozoq millatining Xitoyga qarshi milliy immunitetini, milliy iqtidorini o'yg'otyapman. Milyonlarca adamlar mening aqimdan agishib meni qo'llayapti. Qozog'istonda tug'ilgan Qozog'istonning yerlik qozoqlari meni bir xil ularning millatini qutqizadigan bir lideri hisoblab boshladi. Mening qo'llab, mening sotlarimga qatnashib, mening tashkilotimni qo'llab Xitoydagi qarindoshlarimizga, bir millat bo'lgan qozoqlarimizga, musulmon Uyg'ur qarindoshlarimizga istashlik, ularga tilakdoshlik Qozog'istonning jamiyatida bek chiqib ketdi. Qozog'istonning Uyg'urlarimi, qozoqlarimi meni qo'llab ketdi. Hatto O'zbekistondagi o'zbeklarmi kelib, Turkiyadagi turklarmi kelib, Qirg'izistonning qirg'izlarmi kelib bizni qo'llashga boshladi. Shunlashqa Qozog'iston hukumatı meni o'zining hukumatiga degan bir xil tahdid, bir xil qo'rqinish hisoblab, meni siyosiy guruhlarni boshqarishni 7 yilga to'xtatib qo'yishi ashnungdir deb o'ylayman. Bu yerda ikki sabab bor. Bir Xitoy hukumati, ikkinchisi Qozog'iston hukumati. Ular o'zimi meningdan mening ishlarimdan qo'rqib ketdi, qo'rqdi. Demak, Xitoyda aziyat chekayotgan mazlum o'sha turkiy xalqlar, ular orasida qozoqlar ham oz emas. Mana siz ham o'sha yerda tug'ilib o'sgan etnik qozoqlardansiz. Qozog'iston jamoatchiligi, xalqi siz bilan ham fikr, sizni qo'llab-quvvatlaydi, shunday emasmi? Shunday. Lekin Qozog'iston hukumati aynan Xitoy bosimi natijasida yoki Xitoy bilan o'sha iqtisodiy aloqalar buzilmasligi uchun sizni mana shunday shaklda jazolashga majbur bo'ldi. Aslida ular ham qalbida yoki siz alohida oshkor qilib aytmasa ham siz bilan ham fikr deb o'ylaysizmi? Xitoy hukumatidagi rasmiylar balki o'zingizga bir shaxsiy suhbatlarda aytishgandir, sening gaplaring, sening olib borayotgan ishlaringni qo'llab-quvvatlaymiz, lekin biz Xitoyning bosimi ostida hozir seni yoqlay olmaymiz, shu seni jazolashga majburmiz degan bir gaplarni aytishdimi? Qozog'istonning hozirgi mustabid rejimi astida meni qo'llaydigan Qozog'istondagi siyosiyonlar faqat ular o'zining bir adamiy insoniy ko'z qarashlarini menga maxfiy holda, ochiq ochkor emas, maxfiy yoshirin holda menga dedi, biz seni qo'llaymiz deb. Mening Astana şäherinde bo'lgan 10 necha qitimlik sotning hammasida ashunda adamlar maxfiy yoshirin holda kelib, mening qo'limni elib, menga rahmat deb qo'llaydiganlarini dedi. Lekin hukumat amma yeshimni chiqirdigan, meni sotlaydigan hukumat tarafi ular Xitoy bilan bek zich munosabatda. Hamda bu yerda ular Xitoyga iqtisodiy jihatdan qul bo'lib qoldi. Asli Qozog'istonning nefti bilan, Qozog'istonning gaz, Qozog'istonning yer osti manbalari, boyliqlari bilan ular Xitoydan bir dollarmı kredit almay, $1 ulardan investisiya almay, qozoqlar o'zi mustaqil o'zining iqtisodini rivojlantirishga bo'ladi. Lekin bizning hukumat, bizning o'sha Qozog'istonni boshqarayotgan aşı bir top adamlar o'zlarini olib borib Xitoyning qo'l ostiga tiqib qo'ydi.
Endi bevosita siz olib borayotgan mana shu huquq himoyachisi sifatidagi faoliyatingizga ham to'xtalsak, mana Shinjondagi qayta tarbiyalash markazlari deb atalayotgan lagerlar haqida hammamiz bilamiz. U yerda bir necha 100 ming, hatto ba'zi manbalarga ko'ra 2 milliongacha odam o'z ixtiyorlariga zid ravishda saqlangan. U yerda hatto dini, tili, millati, urf-odatlaridan voz kechishga majburlanayotgani haqida xabarlar bor va bu haqida siz ham aytib kelasiz. Hozir vaziyat qanaqa? Mana shu xalqaro bosimlar natijasida Shinjonda umuman Uyg'urlar, qozoqlar, boshqa ozchilik eratlarining ahvolida biroz bo'lsa-da yaxshilanish bormi? Hech qanday yaxshilanish yo'q. Ular faqatla Qozog'istondagi hozir mana 33-kun ayollar, cho'ng apalar Xitoyning Almatdagi konsulluğunun aldında namoyish qilyapti, demonstration yasavyapti. Mushuni bir xil qozoqlarning o'ziga degan nafratni, g'azabini aldash uchun, to'xtatish uchun ular bir qism qozoqlarni biz sizlarni Qozog'istonga ketishinglarga ruxsat qilamiz deb konfiskate etib olgan, qo'ldan tartib olgan pasportlarini qo'llarga beryapti. Lekin bu shu yerdagi tutqun qilingan 500 ming yoki 700 ming qozoqning masalasining hammasi el bo'ldi, hammasi yeshilib butkul qozoq o'rlikka, erkinlikka chiqdi degan gap emas. Bu Xitoylar buningcha ne chiqdim ishladi. 2018-yili avval 700 qozoqni bo'shatdik deb e'lon qildi Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi. Uningdan keyin 2018-yilning noyabr oyida 2000 qozoqni Qozog'istonga berdigan pasportlarini qo'liga berdik deb e'lon qildi Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi. Uningdan keyin qozoqlarni bo'shatib turdi. Lekin u yerdagi hamma qozoq bo'shamadi. Hozir hamda dünya bo'yicha hamda tadqiqotchilar Adrian Zeniz degandek tadqiqotchilar mushu Sputnik orqali, ya'ni boshqa usullar orqali bizdan olgan ma'lumot statistikalar orqali Xitoydagi mushu silinayotgan turmalarning, konsentratsiya lagerlarining umumiy hajmi 3 million odamda qamashga yetarli ekanligini ko'rsatyapti. Biz buningga ishonamiz. Nimishqa desang, bizning hozir qo'limizga tekkan isbotlar faqatla qozoq xalqidan yig'ilgan isbotlar emas. Asosiy qozoq xalqi bo'lgan bilan uning ichida Uyg'urlarning, Qirg'izlarning, Tatarlarning, tipti turklarning isbotlari bor. Xitoyda tutqun qilingan mushu millatlarning oila tavabatlari bizga kelib arz berdi. Ham turmudan shu arzlarning natijasida turmudan chiqqan odamlarning bizga dalillab shu turmudagi hayot kechirmishlarini deb berishiga qaraganda u yerda hozir butkul qozoqlar, Uyg'urlar yashaydigan mushu qishloqlarda, avullarda, izalarda hozir yoshi 18 dan yuqori 60 dan 70 dan töven adamlarning ichida saq ayol, saq erkaklar qolmagan, erkinlikdagi ayollar bilan erkaklar qolmagan. Ularning hammasi degidek 1 yil, 2 yillik atalmış terbiyeleş lagerlerde, siyasi terbiyeleş lagerlerde buludu. O lagerlerden ular abdin mingisi yugulup, abdin turmuda oltağanda kollarda kisenler, ayaklarda, putlarda, tomurları bilen aşında kılıp 24 saat azaplap abdin ruhini, cismani cihetten, ruhani cihetten ularını kulga aylandırıp boğan degen, onun degen Xitaydan mecburi emgak kıldığan zavodlarına, karxanlarına berip onların işki salıvatıdı. Hazırkı muşu putkul Avrupa bilen, putkul şetelinin muşu kiyivatkan kiyimleri, kostüm şalvarları, putkul fabrika buyumları aşı lagerden çıkıvatkanlar. Yani o yerde adamlarga işki kıltanlaş bir de. Sen muşu zavodlarda çıkılmışsan sen lagerge barsan. Şunlaşka ular lagerde ajatxanıgımı çıkanmay, tamakmı toyup yiyemay, uxlayamay, aşı yerde azap körgüçü dedip aşı kulluk zavodlarda işleşkin majbur. Hem de bizge yetken ispatlarda körsetişe hazır Qashqar, Xotan degandek Uyg'urning cho'ng shaharlari bor. Bu hamda qadimiy O'rta Osiyodagi cho'ng shaharlar, O'rta Osiyodagi Qashqar, Xotan, Aqsu, Ko'char, Toshkent, Samarqand, Turkiston degan mushu shaharlar bir bilan biri bog'liq. Butkul O'rta Osiyodagi mushu turkiy millatlarining biriga biri zinjirdek bog'langan mushu shaharlarning sharqidagi mushu shaharlarda hozir u yerda yoshlar yo'q, erkaklar yo'q. Hammasini degandek turmaga tashlab bo'ldi. Hamda o turmudan chiqqanlarning bizga bergan isbotlarida, masalan, mushuningdan
bir ayıllarga BBC'ge çıktı. Tursunay Ziyaudin degen Uygur ayal muşu turmudiki ayallarga cinsi zoravanlık, baskınçılık, doğruluk dedi. Bul ayal Uygur ayal lekin eğri Kazak bizge erz kırılıp bizning muşu Atajurt arkalık turmudun çıktı. Turmudun çıkıp Kazakistan'a kelgendiki mi kokup uçukka çıkıştın. Turmudiki hayatlarını keçirmişlerini deyiştin korkup atkan çağda yanıla biz onun bilen nurgun kıtım yüzleşip ahırda aşiyerdiki milyonluğun Kazak Uygurlarını kutkuzuşun ol ayal ahır turmudiki keçirmişlerini dep berdi. Putkul dünyaga azır ol ayal Amerika'da, Washington'da. Onun dinkin Gülzire Evvelhan Kazak ayal, onun mu eri bizge kelip erkek arız berdi. Şu arzının neticesinde onun ayalı turmudun çıktı. Hazır o putkul dünyaga muşu turmudiki cinsi zoravanlık, doğruluk dep biri vatıdı. Bizde mыңlar geçen muşundak turmudun çıkan guvaçılar var. Muşu turmudun çıkan muşu guvaçılarının dünya metbuatlarga, dünya siyasiyonlarga yetkizgen malumatlarını yakınçılap, emmisini koşup gelgende, bu turmuga oltarganlarının emmisiga namalum belgisiz doğrular verilgen, namalum belgisiz ukollar, vaksina dep ularga silingan, aşı turmudda olturup çıkanlarının emmisi degil erlerimi, ayallarımı balalık buluş hususiyetinin balalık buluş, balalık er ayal buluşdek hususiyetlerden arılıp kalgan. Demek bul genotsit. Demek bul etnosit. Men 2017-yılı muşunu genotsit dep özem yığınçaqlıgan bizning kolumuzga, bizning teşkilatga kelgen malumatlar asasında bunu genotsit dep men nutuq sözlüdüm. Men hamda hazır Uygurçamda biraz talaffuzum var, aksentim var. Özem Kazakça 20 yıl Uygurlar bilen hamda arlaşamadık. Lekin aşı mening Kazakça nutuqlarımda milyonluqcha adamlar tınşaydı. Milyon adamlar muşu mening nutuqimni anglaydı Kazakistanning matbuatlarida. O yerde men bu işini genotsit degende Kazakistan'ın prezident apparatıdan, prezident hakimatidan adamlar kelip men bilen sözleşip sen genotsit dep atama. Genotsit işke bolmaydı. Kazak bilen Xitayning dostluğunu buzuşku bolmaydı dedi. Ahırkı mine oturga 3 yıl salıp 2020 yılının ahırdan başlap putkul dünya muşunu genotsit dep ataşkı başladı. AQSh hukumat ham şu yıl başida bu voqealarni genotsit deb atadi. Endi mana raqamlar haqida gapirdingiz, 500 ming, 700 minggacha qozoq bor bu lagerlarda deb aytyapsiz. Aniq raqamlar bormi? Yana masalan qozoqlar, o'zbeklar, qirg'izlar mana shu lagerlarda qancha miqdorda saqlanayotgani haqida. Bu Kazaklarının 500 ming da 700 ming deyişdiki sebebimiz Uygurlarda 2 milyondan artık adam lagerlerde yatıdı. Kırgızlarda 50 mingden artık adam lagerlerde yatıdı deydiganımız. Bu yerde mesela Özbek avulları var. Özbeklerinin Xitay'daki sanını 2 minlik dep bire almaydı. Xitay'nın hükümetlik statistikada 10 ming Özbek berdiydi. Lekin Xitay'daki Özbekler bunundan cık boluşu mümkün. Nemişka desen Stalin zamanında 1931-33 yılları yani Kızıl hükümet kurulgan 1917 yılları Özbekistan'ın Anjan vilayetinden Xitayga keçip bargan Özbekler bekçik, ularını Xitayda Anjanlıklar dedi. Ularının Xitayda Uygurlar jık orunlaşkan Janubi Şinjandakilerinin hammasi Uygur bolup ketdi. Alamda Şimali Şinjanda Kazaklar bilen olturaqlaşkanların içinde bir Özbek avul var. Avul hem kiçik kışlak, Özbek kışlak var. Milli kışlak, ularını hem de avtonomiya bermegen, lekin Özbek milli kışlakı dep nam berip koydularga. Hükümet tarafından ilgili bir bayramlarda televizorga çıkarıp aşında kılıpla koyduğun bir nam berip koydu. Hem de bizning muşu statistika kandak çıktı degende, mesela İli Kazak Abtonom Oblasti, İli Kazak Abtonom vilayetinin fakat Mongolkure nahiyasının özüdün bizge Sayragul Savutbay'ın bergeninde tağının arasında 3 yerde muşu lagerlar var. 3 yerdeki lagerinin arkasında 2 mingden artık Kazaklar var dedi. Demek 6 ming Kazak. O Mongolkure degen nahiyede Kazaklar bek az. O yerde fakat bir 30 ming 40 ming Kazak var. 30 ming 40 ming Kazaktan 6 ming Kazakны lagerde bolsa, emse 5 Kazakны birisi lagerde. Demek o yerde bir aileden, bir üyden bir adam turmudu degen gep. Yani onun degen yani bizge şu Mongolkure nahiyasidan kelgen yana bir serjan deydigan Kazak yigitning bizge
guvalık berişte, biz onu matbuatda e'lon qildik. Umi o'zining o'ltirgan lagerlarining har qaysisida 3000 dan 5000gacha umumiy hisobini 6000 dan ortiq qozoqlarning bor ekanligi dedi. Mushunda qilib biz butkul lagerlarning qayerdagi qaysi imoratlarning lager bo'lganligini aniqlab chiqdik. Doktorxonalarning bir imoratlari lagerga o'zgartirilgan, bala bog'chalar lager bo'lib ketgan, burunqi ishlamay qolgan zavodlarni lager qilgan, burunqi turmalarni kengaytib, cho'ng qilib qaytadan imoratlar silib lager qilgan. O'shuning hammasini hisoblab chiqqan chaqda u yerda bir uydan bir odam, kam deganda bir odam, bo'lmasa bir uydan 2 odam turmada o'ltirgan. Masalan deylik, Altay viloyatidan, Qozoqlar anjiq o'rnashgan Altay viloyatidan Qaraqat Abdesh deydigan ayol mushu vaqtcha Qozog'istonda arz beryapti. Qaraqat Abdeshning erining dadasi, erining 2 akasi bir uydan 4 erkakni 20 yillik sotlab o'tdi. Qaraqat o'zi Qozog'iston grajdanı bo'lg'ashqa ul aman qoldi. Qozog'iston fuqarosi bo'lg'ashqa. Qolgan 4 erkakni bir uydan hammasini sotlab o'tdi. Mushundaq faktlarga asosan biz mushu Xitoyda hozir 2 milliondan ortiq Uyg'ur, 500 mingdan 700 mingdan ortiq Qozoq, 50 mingdan ortiq Qirg'iz, hamda qolgan noma'lum o'zbeklar, tatarlar bor deb biz his qilamiz. Yuqorida ham eslatib ketdingiz, 2019-yilda 2000 ta qozoqni, demak bu lagerlardan chiqarib Qozog'istonga jo'natish bo'yicha Xitoy e'lon qilgan va Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Demak, Qozog'iston mana shu Shinjondagi millatdoshlarini himoya qilish yoki Qozog'istonga olib kelish bo'yicha Xitoy hukumati bilan qanaqadir muzokaralar, bir hamkorlik olib boryaptimi? Qozog'iston hukumati 2018-yilning fevral oyida ham noyabr oyida 2 qitim Xitoy hukumatiga mushu Xitoyda tutqun qilingan qozoqlar ham Qozog'iston fuqarolari to'g'riliq, Qozog'istonning pasporti bor qozoqlar to'g'riliq 2 qitim diplomatik nota yo'lladi. Bu notalarning natijasi yaxshi bo'ldi deymiz. Bu yerda Qozog'iston hukumati ma'lum darajada tedbirci halda bu yerde bir yaxshi rol oynadı deymiz. Hem de bu yerdeki sebep biz şu butkul Qozaq milletini Qozog'istonda bizga arz qilgan qozoqlarni, Uyg'urlarni, ularning hammasini Qozog'iston prezidentiga, Qozog'istonning tashqi ishlar ministrligiga, Qozog'iston parlamentiga, Qozog'istonning milliy xavfsizlik idorasiga, Qozog'iston Nur Otan partiyasiga, Qozog'istonning mushu boshqa Qozog'istonda turishliq birikkan United Nations Birleşken Devletler Teşkilatı'ga, yani Avrupa Parlamentining Qozog'istondagi vakillariga hammasiga xat yozishni burdik. Ham xatni qanday yozishni o'rgatdik. Shunda qilib minglargacha xatlar mushu yuqorgi tashkilotlarga bordi, yuqorgi hukumatlik idoralarga bordi. Shuning natijasida ham qolgan xatlarni biz butkul dunyoga anglatib, video testimony, video guvohlikdan o'tish yo'li orqali ham uni butkul dunyo axborotlarga, dunyodagi g'arbdagi eng danglik matbuotlarning hammasi derlik bizning ishxonamizni vizit qildi. Ular dunyodagi qanday danglik matbuot bor, shuning hammasi degandek bizning mushu Almaty shahridagi bizning ofisimizga, ishxonamizga kelib mushu odamlar bilan ko'rishdi. Şunun neticesinde mana şu hareketlaringizning natijasi bo'ldimi? Ya'ni Qozog'iston hukumati mana shu Xitoydagi qozoqlarga yordam berishga harakat qilyaptimi hozir ham? Hozir Qozog'iston hukumati Xitoy bilan harakatni to'xtatdi deymiz. Nimishqa desang, Almaty shahrida mushu 8 fevraldan boshlab 21-yili dal bugungacha 32-kun bo'ldi. Ayollar namoyish qilyapti. Demonstration qilyapti. Mushu ayollarga mushu vaqtcha kelib bir ministr, bir deputat sizlar nima bo'ldi deb so'ragan yo'q. Bir Xitoyning elchixonasining oldidan bir Xitoyning elchisi chiqib ular bilan gaplashgani yo'q. Demak bu yerda Qozog'iston hukumatining bu ishda tutgan pozitsiyasi aniq bo'libdir. Ularning meni 2019-yili tutqun qilishi, meni sotlashi, 7 yilgacha siyosiy guruhlarni boshqarmaysan deyishi, 2020-yili men 1-oyning 1 yanvardan boshlab ishni boshladim. Shuningdan boshlab menga taqib yanıma
başlandı. Meni nazaret kılış, menin akımdan tekşürüş, menin uyumdan tekşürüş, biz işleydiğen ofisni tekşürüş yani başlandı. 2020 yılı menin üstümden 2 kıtım cinayi iş kozgaldı. 2 kıtım cinayi iş. Bir kıtım memuri iş kozgaldı. Butkul menin teşkilatımdaki adamlarga bir cinayi iş, bir memuri iş kozgaldı. Bu Almatı'da bizde sotqa sürep, bizde iş kılışımızdan tok tutuş muşu işlerini hammasi ko'rsatib turibdiki, Qozog'iston hukumati Atajurt deydigan muşunday bir teşkilatning Xitoyning qilmishlarini dunyoga oshkorlashni xolamaydi ular. Ular shunlashqa bizni tok tutishni qaror qildi. Shunda qilib Xitoyda hammasi yaxshi deb prezident Toqayev Germaniyaning Deutsche Welle Germaniya Ovozi radiosuga suhbat berganda Toqayev prezidentimiz dedi, Xitoyda lager yo'q, lagerda qozoqlar yo'q dedi. Butkul dunyoga. Ham shu chaqdagi Qozog'istonning tashqi ishlar ministri Muxtar Tilevberdimi Xitoyda lager yo'q dedi 2019 yilning oktyabr oyida. Hamda buning hammasi ko'rsatib turibdiki, Qozog'iston hukumatining bu masalada tutgan pozitsiyasi Xitoy komissiyalari bilan birdek. Shuning qilib bular bizning Atajurtni tok tutish uchun 2018 yilning oxirida uni o'zining hukumatning bir odamiga, ular Pekinga yaqin Xitoyparast, ham Qozog'istonning hukumatiga yaqin Qozog'iston davlatlik xavfsizlik idorasining hamda maymuli, shuning turdi degani bilan turdi, gap qildisa gap qildigan bir odam, o'sha qo'rchaq odam, maymul. Aşnonga muşu Atajurt yaşları deb bir teşkilatını tizimlap berdi. O teşkilatını bir haftada tizimlapla matbuatga e'lon qildi. Xitoyda lager yo'q, lagerde qozoqlar yo'q dedi. Shunda qilib 2019 yilning sentyabr oyida 2-chi qitim bu teşkilatni Atajurt pidaylar deb yani bu aşı Xitoyparast ham hukumatning deginidan chiqmaydigan bir fake aktivistning nomiga tizimlap berdi. O mu dedi Xitoyda lager yo'q? Lagerde qozoq yo'q, hozirgi sotlanib ketganlarning hammasi ular radikallar, ekstremistlar deb ashunda tuhmat chapladi. Shuningdan keyin biz o'zimizning ismimizni Nag'iz Atajurt, inglizcha deganda Real Atajurt Kazakh Human Rights Organization deb ismimizni o'zgartirishga majbur bo'ldik. Lekin bizni tizimlatmaydi, bizni registration yasamaydi. Ama bizning ustimizdan to'xtovsiz sotqa so'raydi, menga ishga jinoiy ish, ya'ni bir ma'muriy ish qo'zg'aganda, butkul tashkilotlarimga bir jinoiy ish, bir ma'muriy ish qo'zg'aganda bizni to'xtatishdan boshqa ularning boshqa planlari yo'q. Mana shu bo'lgan voqealardan keyin siz Qozog'istondan chiqib ketishga qaror qildingizmi? Ya'ni bu ishlardan hech qanday foyda yo'q ekan deb umidingizni uzdingizmi Qozog'istondagi faoliyatdan va Qozog'iston hukumatidan? Ular menga ochiq oshkora tahdid qildi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik idorasi, Kazakhstan National Security'dan adamlar keldi. Serikjon, sen 7 yil siyosatga kirmayman degansan, sening hukumat bilan kelishiming bor. Sen nimishqa Atajurtning ishlarini boshqursan dedi. Men dedim, mening kelishimnomamni, to'xtamnomamni ko'ranglar. U yerda men 7 yil siyosiy tashkilotlarda boshqurmayman dedim. Lekin men hozir o'zimning tashkilotimda faqatla bir tarjimon ham tozalik ishchisi, polni yuydigan tozalik ishchisi deb o'zimni aşı sarkazm bilan ashunday e'lon qildim. Men bu yerda boshqurayotgan yo'q, sen baribir sen mushu tashkilotning liderisan, xalq baribir sening gapingni anglaydi deb ular meni oxirida meni to'xtamayligimni bilgandan keyin ular nim qildi. Menga dedi, Serikjon, seni ishga Kamaz, ishga cho'ng mashina keldi-da, sening mashinangda bunda chalpakdak qiliblar mijib tashlaydi. Sen oila tavobatlaring, bolalaring bilan yo'qolib ketasan. Seningdan har qanday yerda bir ko'lik mashina bilan yurganda bir ishlab bo'lib qolishi mumkin. Sening yurak kisling qo'zg'alab qolishi mumkin. Ashunda qilsa sening xotin bola chaqang nima qiladi deb ochiq ochkora tahdid silishga boshladi. Uningdan keyin ular men bilan yaxshi munosabatga, lekin hukumat bilan bile yaxshi munosabatga Qozog'istondagi men deydigan yolg'on aktivist, yolg'on fake maymul aktivistlar deydigan odamlar bor. Shularni menga avatib, Serikjon, sen chet elga chiqib ket, biz seni chet elga aeroportdan chiqib ketishingga yordamlashaylar deydigan gapni jiq qilib o'tdi. Bu gap 2019 yilning sentyabr oyidan 2020 yilning sentyabr oyigacha menga kam deganda 20 qitim mushundaq yolg'on do'stlar bilan yolg'on birodarlar kelib mening chet elga chiqib ketishimni tavsiya qildi. Am bayamqidek sotlar, bayamqidek o'ltiraman degandek tahdidlardan mening
teşkilatların biz yığın açtık, çoğun yığın açtık. Şu yerde oturup adamlar analiz kılıp sizge bek xavf var, sizning chet elga chiqib ketganingiz tuzuk deb tashkiliy jihatdan mushuni yeshim qilgandan keyin men 2020-yilning 9-sentyabrida Almatıdan Turkiyaga, İstanbul shahriga ketishga majbur bo'ldim. Xitoy yildan yilga iqtisodiy jihatdan yanada qudratli, kuchli bo'lib boryapti va Xitoy hamda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston bilan iqtisodiy siyosiy aloqalar ham borgan sari kuchayib boryapti. Yaqin kelajakda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston, mana shu Xitoydagi, Shinjondagi Uyg'urlar, qozoqlar va boshqa ozchilik elatlar holati yuzasidan e'tiroz bildirishiga bir umidlaringiz bormi? Shunday bir holat yuz berishi mumkinmi? Hozir Tojikiston Xitoyning bir viloyati bo'lib bo'ldi. Tojikiston ziminining Gorniy Badaxshan viloyati Xitoyning ishg'oliga o'tib bo'ldi. Xitoyning armiyasi shu yerda turib. Qirg'iziston Xitoyning qarziga bo'g'ilib bo'ldi. Hozir Xitoy hukumatı yilda qirg'izlarning qarzini qaytarishga majburlayotdi. Qirg'izlar arz yozib, qarzni kechiktirib qaytarishga iltimos yozyapti. Xitoylar Qirg'iz milliy temir yo'li, Qirg'iz temir yo'lini Xitoyning boshqarishiga bering deb uchiq-ochkara talab qildi. Ya'ni Qazaqlar hamda Xitoyning qarzining ostiga bo'g'ilib qoldi. Qazaqlarning Xitoyga qarzi hamda yuzlargacha milliard dollar bo'lib ketdi. Dunyoda bunda cho'ng qarz yo'q. Buning hammasi ko'rsatib turibdiki, butkul O'rta Osiyo, Qozog'iston, Turkmeniston, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston biz hozir Xitoyning xavf ostida, Xitoyning ishg'oliyat xavf ostida turib o'tirmiz. Tojikning tog'larini Xitoylar elib bo'ldi. Hamda bu O'zbekistonga keladigan suvlar, Qirg'izistonga keladigan daryolarga bu ulkan tahdid. Hamda Qozog'istonning 10,000 kvadrat kilometr keladigan yerini 2008-yil elib qo'ygan. Uni Xitoyning matbuotlari ular buni 1000 kvadrat kilometrga. Shuni Qozoqlar o'zlari bizga qaytarib berdi deb Xitoyning matbuotlari yozdi. Men buni 2020-yilning yozida tarjimon qilib e'lon qildim. Ham ular Qozog'iston, Qirg'iziston tarixdan buyon Xitoyning yeri deydigan maqolalarni 2020-yilda Xitoyning davlatning eng cho'ng, eng dangliq matbuotlari Sina.com sayti, Sohu sayti, Toutiao sayti degandek mushu matbuotlarda e'lon qildi. Qozoqlar, Qirg'izlar azaldan Xitoyning yeri, qozoqlar Xitoyga qaytadan qo'shilishni arzu qiladi. Qirg'izlar Xitoyga qo'shilishni taqozolik bilan saqlayotdi. Toshkent tarixdan azaldan buyon Xitoyning bir shahri edi, Toshkentni Xitoyning shahri bo'lgan deb yozyapti. Mushning hammasini men tarjimon qilgandan keyin 2020-yilning yozida Qozog'iston hukumati yana bir qitim mushu zimin, territoriya masalasida Xitoyga yana bir qitim diplomatik nota yo'llashga majbur bo'ldi. Demek butkul O'rta Osiyodagi diktatorlar mushu O'rta Osiyo millatlarini Xitoyga qul qilib bog'lab qo'ydi. O'rta Osiyo millatlari, qozoqlar, qirg'izlar, tojik turkmanlar, o'zbeklar patarda o'yg'onmasa, tezroq o'yg'onib mushu Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turmasa, biz mustaqillikdan ayrilib qolamiz. Katta rahmat sizga muloqotimizda qatnashganingiz uchun. Aziz tomoshabinlar, bugun biz bilan suhbatda Haqiqiy ota yurt ko'ngillilari nodavlat tashkiloti asoschisi va yetakchisi, Shinjondagi Uyg'urlar, qozoqlar va boshqa ozchilik etnik guruhlarining haq-huquqlarini himoya qilib kelayotgan huquq faoli Serikjon Bilash bo'ldi. Dasturimizni kuzatib boring. Shu yerda xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Katta rahmat sizga. Yaxshi. Bo'ldi. Endi maqsadlaringiz qanaqa? Shu chetdan turib shu faoliyatingizni davom ettirmoqchimisiz yoki Qozog'istonga qaytib bormoqchimisiz? Hozir hamda mening maqsadim shu qo'limizda 5 yildan buyon biz yiqqan dalil paketlarni Amerika kongressiga topshirishga keldik. Ham shu Xitoydagi ayollarga maqsad qilingan shu ayollarning tug'ish qobiliyatini cheklash, ayollarni erlarni tug'mas qilib o'tish shu masalasiga chiqqan dalil faktlarimiz va shu Amerika siyosiyonlariga topshirib berish maqsadida keldik.
Hem şu arkalık men özümnin Kazakıstan'da tizimlat almıgan, Kazakıstan'da hem de bisim kuşuragan teşkilatımını Amerika'da tizimlatıp muşu işlerimizde Amerika'da davamlaştırsak, Amerika'da başlasak degan plan bilen geldim. Yaxshi, afsuski vaziyat juda yomon. Xitoyda bilamiz, biz doim kuzatib boramiz. Mana Uyg'urlar, endi mana qozoqlar, qirg'izlar hammasiga bu menimcha Xitoy siyosatini o'zgartiradiganga o'xshamayapti. AQSh shuncha bosim qildi, natija yo'q. Vaholanki Xitoyning qudrati yildan yilga oshib boryapti. Yechim bormi endi bir kelajakda? Nima bo'lishi mumkin? Siz qanday tasavvur qilasiz? Real voqelik. Bu yerde men ümit bilen qarayman. Nimişka deseniz 2020 yılının küzüde, oktyabr aylarında Amerikanın çigara hizmeti, Custom and Border Protect, Xitaydan Şinjan'dan kirdiğen, İli Kazak Abdunum Oblastiki Jafang Jovan fabrikalardan kirdiğen kiyim keçeklerge çekleş koydu. Emularını müsaade kıldı. Onun degen 2020 yılının dekabr ayda bütkül Amerikanın çigara hizmeti Xitaydan Şinjan'dan kirdiğen, Şarkı Türkistan'dan kirdiğen paxta hem pomidor produktlarına çekleş koydu. Yani Xitaydan import kılmaydıgan boldu Şinjan'dan. Nimişka desem onun mecburi emgek bilen, kulluk emgek bilen münasebeti var dedi. Al şu faktlarının ammasını biz 80 neçe kıtım sözleşiş, guvaçlarını uyuşturuş bilen Amerika hükümetinin bivasıta aralışışı bilen şu Xitay'daki mecburi emgek guvagerlerini, guvaçlarını, adamlarını yüzleştirip 80 neçe kıtım konferansiyalarının neticesinde Amerika hükümeti şu işimini çıkardı. Demek bunundan Xitayga tek pakatla şu Şinjan'daki paxta hem pomidorunu Amerika'ya import kılmaslıktan Xitayga kirdiğen çıkım bir yıldan özünde 200 milyar dolardan işip ketidi. Hem de bununla Kanada, Angliya koşulumuz devatıdı. Hem de muşunda Xitayga iqtisadi cihetten, ekonomikal, finans cihetten muşundak embargolar bilen sanksiya çeklemelerini cıkkaytsa, çoğaytsa Xitayni muşu iqtisat arkalık, finans instrumentler arkalık Xitayni muşu işga toqtaşqa mecbur qilishqa buldu. Nimişqa desem bu Xitaylar itqatsız devlet. Bu itqatsız devletin fakat birla ilahi, birla Kudayı, birla ularning itqat qildigan ba ol pul. Ularda pul, akça bolmasa, dollar bolmasa Xitay hükümeti bu işini to'xtatishga mecbur buldu. Xitoyda hukumat o'zgarib, masalan Si Zinpindan keyingi yangi bir rahbar kelishi bilan siyosat o'zgarishi mumkinmi? Mana shu tazyiqlar to'xtashi mumkinmi? Hozir Xitoyda buning mumkinligi bek cho'ng. Nimişqa desang Si Zinpin Xitoyning siyosatini o'zgartdi. Xitoy kompartiyasida Deng Xiaopingdan boshlab yo'lga qo'yilgan faqatla ikki qatim boshliq bo'lish deydigan tuzumni olib bu ömür boyan bo'lishga o'zgartib oldi. Bu Xitoydagi mushu Si Zinpinga qarshi ham uning bilan raqobatlashadigan boshqa siyosiyonlarning hammasiga degidek bu noroziligini tug'diryapti. Yana birisi Xitoyda hozir ekonomikalik, iqtisodiy jihatdan cho'ng krizis bor. Hozirgi 2021-yilgi Xitoyni 1989-yilgi Sovet ittifoqiga o'xshatishga bo'ladi. Hozir Xitoyda zatlar qimmatlayotdi. To'xoning yumurtqa tuxumi qimmatlayotdi. Birisi 1 yuandek bo'libdi deyotdi. Go'shtlar qimmatlayotdi. Bir kala burun 1000 yuan, 2000 yuanga bir cho'ng kalani elishga bo'ladi. Hozir o 20 000 yuan bo'lib ketgan. Hisoblab baqing. Go'sht qimmatlayotdi, qimmatlab ketyapti. Demak, Xitoyda bir iqtisodiy krizis bo'lish orqali Xitoyning xalqi yeydiganga tamoq topmagan chaqdalar faqat ular ko'chaga chiqalaydi. Hozir Xitoydagi cho'ng korporatsiyalar Suning Electronic Corporation hozir xizmatchilarini qisqartiryapti. Ham o'zining paychakini hukumatga topshirib beryapti. Demak, mushundaq cho'ng korporatsiyalar, Huawei korporatsiyasi Amerika hukumatining bisim bilan Huawei hozir bankrot bo'lishning oldida. Ular hamda elektronik dunyodagi eng cho'ng IT kompaniyaning birisi Huawei hamda hozir o'zgarib cho'shqa beqishga ketib qoldi. Cho'shqa beqiyotdi ular. Nimishqa desang, ish xizmatchilariga pul bermaydi, oylik bermaydi ular hamda. Har oyda ularga beriladigan puli yo'q. Hamda mushuning hammasi ko'rsatib turibdiki, 89-yilgi Sovet ittifoqidagi qimmatchilik, iqtisodiy krizis Xitoyda boshlanadi. Shunlashqa
Mushu 2021-2022 mushu 2 yilning ichida Xitoy o'z ichidan Sovet ittifoqida gumron bo'lib qulaydi degan ashunda bir analiz qilishga asos bor. Lekin buning ehtimoli u qadar katta emas. Xitoyning iqtisodiyoti ancha baquvvat baribir va yildan yilga o'syapti. Endi rahmat, aloqada bo'lib turamiz. Xursand bo'ldim tanishib, gaplashib. Ishlaringizga muvaffaqiyat sizni. Rahmat. Xohlasangiz gaplashamiz kelajakda. Rahmat. Buni tayyorlab, ertaga chiqaraman saytga sizga linkini jo'nataman. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Salomat bo'lingіз.